Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va kanalimiz obunachilari. Bugun men yangi intervyuni taqdim etaman. Bugun ilk bora o'zimni farzandim bilan intervyu qilishga qaror qildik. Hozir o'g'lim sizlarga o'zini tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Shohjahon, familiyam Meliboyev. Men yoshim 13 yoshda. Men futbolga qiziqaman. Hammaga omad. Xo'p, hozirda Shohjahon futbol maktabiga qatnashadi. Qaysi sanaqada etib ketgan? Qaysi maktabga qatnashayotgan sport maktabini? Futbol sport federatsiyasiga qatnashaman. Lochin komandasiga Sergelida nima edi? O'sha faoliyatim yuritaman komandada. Kim bitta hujumchi, yarim himoyachi, Hujumchi, chapqiray. Chap qanot hujumchisi. Xo'p, chempionatda nechta gol urding? Mana shu chempionatlarni qo'shsa bir 25 ta cham urib qoldim. Shu 12 ta anında. O'yinda. Shu mavsumda. Ha. Nechta o'yin bo'ldi o'zi? 12 ta. Hali 3 ta 4 ta o'yinlar qoldi. Chempionat oxiri tugaydi. Keyinmi qaytga anaqa bo'lyapti o'zi planlar? Planlar hozir biza oxirgi chempionatimizni yutib boraversak, biz oxir Turkiya yoki Gruziyaga boramiz. U yerda qanaqa nima bo'yicha chempionat bo'ladi? Shu Osiyo chempionati bo'ladi. O'sha yerda biza 12 yoshli, 13 yoshli bolalarni u yoqqa olib ketadi, keyin o'sha o'yin bo'ladi, aylanamiz, keyin 3-4 kun chempionat bo'ladi. U yerda boshqa davlatdan ham keladi? Tojikiston, Qirg'iziston va Turkiyalar keladi. Demak, Osiyo chempionatiga o'xshagan katta turnir bo'ladi. O'smirlar o'rtasida. Yaxshi. Hozirda qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilasan? Futbolkadan sal bilinib turibdi endi, o'zing aytib o'tsang. Real Madrid. Yaxshi ko'rgan futbolching bormi? Kim ekan? Mbappe. U Realga yaqinda o'tdi, undan oldin kimga edi? Undan oldin Ronaldo. Ronaldo ketgandan keyinchi. O'sha Mbappe'ga keldi, keyin Mbappe'ga qiziqish boshladim. Undan oldin ham Ronaldo ketgandan keyin ham Mbappe'ning o'yinlarini ko'rdim, keyin Mbappe qoldi. U PSJda o'ynardi unda. Lekin Real Madridga muxlislik qilardim. Ronaldo ketgandan keyin ham? Nima edi? Anaqadanchi O'zbekiston terma jamoasidanchi? O'zbekiston terma jamoasida menga Abbosbek Fayzillayev yoqadi, Eldor Shomurodov yoqadi. Ularga havas qilasan. Inshaalloh ulardan ham martabam ulug' bo'lib futbolchi ketaman. Xudo xolasa. Yaxshi. Undan oldin yana nimalarga qiziqarding? Oldinlar boksga borardim, keyin sal yoqmashni boshladi, keyin telefonda ko'rib o'tirdim, futbol chiqib kelaverdi, keyin futbolga qiziqishim oshdi. Necha yoshda o'zi futbol komandaga qatnashyapsan? Men 10 yoshimdan qatnashaman. Boksga ham borganman ora-orada. O'sha 10 yoshdan beri o'sha Lochin komandasidami, undan oldin boshqa jamoada faoliyat yuritding? Undan oldin Bunyodkorga borganman, keyin Bunyodkordan Lochinga o'tkazishgan. Akademiyasiga. Undan oldin chempionatlarda ham qatnashgansan, O'sha davrda ham hujumda o'ynagansan, yo'q? Hujumda. Faqat 10 qanot hujumda, yo'q, boshqa qanotda o'ynagansan? Yo'q, chap. 8-raqam berishgan, keyin yaxshi o'ynaganim uchun 5-6 ta o'yinda yaxshi o'zim ko'rsatganim uchun Lochinga o'tkazib yuborishgan. O'zi ko'proq qaysi oyoqda? O'ng oyoq, chap oyoq zarba. O'naqaymisan. Mos kelib qolsa chap oyoqda ham uraveraman. Jarohatlar ham bo'lgandir? Juda ko'p. Yo'q. Qanchalab haftalab yotgansan, oylab tushmasdan maydonga? Shu bir eng uzog'i 2 hafta bormaganman. O'sha kasal bo'lib qolganman, keyin o'sha oyog'imga issiqlik toshib ketgan, keyin yaqinda ham oyog'im shilinib, o'shanaqa trenerim keyin dam bergan. Kelmay qo'yaver bir hafta degan, keyin endi boraman.
Qattiq jarohat bo'lganmi? Ha. Farhod M12 Tirnog'im shu sinib qolganda o'shanga bergan. Xudo xolasa keyingi haftalarda chiqib qolaman. Dushanba, seshanba kuni. Jarohatlardan chiqib, Hmm. ha, yaxshi. Futboldan tashqari nimalarga yana qiziqib, nimadirlar qilib turasan? Men futboldan tashqari shu baraban chalishni yaxshi ko'raman. Keyin o'rtolarim bilan ko'chaga chiqib o'sha futbol har xil narsalar o'ynab turaman. Zerikib qolsam futboldan tashqari o'rtolarim bilan ko'chada o'ynayman. Nechinchi sinf bitirding? Men 6ni bitirdim, 7ga o'taman xudo xolasa. Qaysi fandan yaxshi ketyapti darslar? Hozir ona tili, keyin tabiiy fan o'shalarga. Ko'proq o'sha fanlarga qiziqasan. Va jismoniy tarbiya bo'lsa kerak. Ha. Ha, yaxshi. 5 bahola. Qaysi maktab bitiryapsan? 215-maktabdan o'sha bitiraman, o'sha 6-sinfni bitiraman, 7ga o'taman. 215-maktabda o'qiyman. Endilikda planlar, rejalar nima endi hozirda? Hozirda keyingi hafta xudo xolasa trenirovkaga chiqsam, o'zim holatimga qaytosam, keyin o'sha tayyorgarlik ko'ramiz Turkiyaga ketishga. Keyin inshaalloh o'sha yerda qolishga harakat qilaman. O'sha yerda yaxshi o'ynab o'zim ko'rsatishga harakat qilaman u yerda. Yoshi sanga o'xshagan yigitchalar chiqib ketayotgan bolalarga nima maslahat berarding? Harakat to'xtatmanglar. Hozirda faqat tayyorgarlik ko'rsanglar, o'zinglarni nima erishishinglar kelsa, o'shaning uchun olg'a bosaveringlar, hech qachon to'xtab qolmanglar. Olg'a faqat to'xtab qolmaslik kerak. Jarohat olsa ham, siqilib qolsa ham oldinga. Bu hozirgi mana shu jarohat olayotgan paytlaringda mana shu vaqtdan foydalanib nimalar qilib yurasan, nimalar qilasan? Men shu bekor bo'lib qolgan paytingda. Shu ko'proq uxlayman. O'zim uxlasam, o'zimni yaxshi his qilaman, tursam, shuning uchun keyin uyda tayyorgarlik ko'rib, kaptoda ishlab o'sha trenirovkalar qilib turaman. Murabbiy nima deb maslahat beradi? Ko'proq nima edi, gazli narsa ichmasdan o'sha faqat vitaminlarga boy narsalar yeb turgan, keyin o'sha tezroq chiqishga harakat qilgan deydilar. Vitamin degan nima deyapti? Kalsiyga boy Sutli mahsulotlar, mevalar. Shunaqalar. Yeb turgan o'sha baquvvat bo'lasan deydilar, shuning uchun. Ko'proq yugurtiradimi sizlarni? Qanaqa o'tdi? Sport mashg'ulot qanaqa bo'ladi o'zi? Mashg'ulot U yoqda boshida boramiz. Birinchi yugurtiradi, keyin yugurgandan keyin razvenka, keyin xullas yangi kelgan bolalar ham ko'p bo'ladi, ko'p yangi kelgan bolalar bo'ladi. Keyin koridor qilib kutib olamiz. Kutib olganimizdan keyin o'sha trenirovkalarni boshlaymiz. Keyin udarni qilamiz, keyin uchburchak holatda o'ynaymiz, keyin havoda pastlash o'ynaymiz, keyin bir minut. Kvadrat o'ynaymiz, kvadrat o'ynaymiz, to'rtta burchak bo'ladi. O'sha yerda o'rtada bitta zashitniy bo'ladi, harakat qilish kerak bo'ladi. Bizlar hujumchilar bir-birimizga pas berishimiz kerak, ular u zashitni olib qo'yish kerak bo'ladi. O'sha ko'proq o'ynaymiz kvadrat. Ko'rgan bo'lsanglar, ko'p komandalarda ham kvadrat o'ynaydi. Manchester City, Real Madrid o'shanga o'xshab biz ham yaxshi harakat qilishga harakatlanamiz. Tiki-taka nima deyiladi u? Uslub? Tiki-taka. U Real uslub shekilli-ku. Uni anaqa o'ylab topganda, Ajax komandasi, keyin Barselona, Milan o'ynagan. To'rtburchakning ichida. Yaxshi. Endi hozir chempionat tugab qoldi vasana. Nechinchi o'ringa ketyapsizlar? Biz ham 2-o'ringa ketyapmiz. Yo'q, yutqizdinglarmi orada? Bir marta yutqizdik, bitta teng bo'lib qoldi. Ochko bo'yicha qolib ketyapsizlar. Paxtakor oldimda hozir. Paxtakor, ular ham 13 yoshli. 12-13. 12-13 yoshlarda o'ynaydi o'z komandada. Hozir komandada kim to'pirar? To'pirar ko'pincha o'sha lutchi igroklarni oxiriga ketishda aytib qo'yishadi.
ko'pincha men bilan bitta o'rtog'im o'sha golimiz teng, shuning uchun biz ikkalamiz. Ha, bir xilmisizlar gol soni. Ha, o'zi umuman kim o'zi to'plar olib ketyapti chempionatda? Chempionatda Paxtakornikimi? yo'q, Paxtakorniki emas, yana bitta bor, bitta bola shu Qo'shqo'rg'onmi, shu komandada bitta bola bor, o'sha. 28 tachami urganman-da, bir ikkita ko'proq. Yaxshi. Ha, uni ham taniysan o bolani ham. Govdaliroq, mendan govdan sifatda yaxshi o'ynaydi u ham. Qarshi o'ynagansizlar. Gol urganmisizlar ham? Ha? Sizlarga ham gol urganmi? Lekin ko'pin yutqizishadi, bizlar bilan o'ynaganda oxirgi marta yutqizgan. Ha, lekin gol urgan. Lekin ko'p gol urgan. Ha, eng yirik hisob necha bo'lgan? Sizlar yutgan hisobinglar. Eng katta hisobmi? Bizda shu 804mi bo'lganda. O'shanda eng ko'pi men urganman. Nechta urgansan? 4 urganman. Poker. Ha, yaxshi. Hozir 12 ta gol ketyapti. Nechta tur bo'ldi deding? Shu 12 tur bo'ldi, endi 12 ta o'yinda 12 ta gol urgansan. Shunaqa bo'ldimi? Ha. Yaxshi natija. Sherigini ham shunaqa, samman 12 ga 12. Bir xil payt urmay qolsam, u uradi, u urib qolsa men uraman. Shu Jangli nechta qilasan oyoqda? Yerga tekizmasdan kopto nechta qilgansan eng ko'p? eng ko'pi shu trenirovkada qila olmayman, ko'chada buncha Nechta? Shu rekordim 49 tami, 48 tami shunaqa. Turnikka ham tortilasizlarmi? Uncha tortilmayman, lekin ko'chada tortilib turaman o'zim. Kamdan kam. O'zi nima, ana mashg'ulotlarda nimadirlarga kuch yig'ish ko'rsatadi. Nima qildiradi? Ko'proq fizik o'tamiz. Ana oyoqqa ishlaymiz ko'proq. Oyoq bilan ajimani qilasizlarmi? Yo'q, o'sha oyoqqa bu yerda fishka turadi, fishkani orasidan bitta oyoqda sakrab o'tamiz. Bu elliktalab, keyin yana har xil aniqlarla kaptoda janglar qildiradilar, keyin oyog'i uchida tik turgan holatda o'sha o'tirib turishni qilaylik, faqat mamda turamiz, keyin oyog'i uchida cho'kkalab turamiz, keyin shuning uchun shunaqa mashqlar o'tkazadilar. Kelajakda nima orzular, maqsad nima? Futbolchi bo'lmoqchimi yo boshqa? Futbolist bo'lmoqchiman. Qaysi jamoada orzu niyat? Real Madrid. Ayo boshida O'zbekistonda deyman. O'zbekistonda men yo Paxtakorda o'ynash xohlayman, yo Bunyodkor inshaalloh. Lokomotivchi. Bilmadim, menga Paxtakor yoqadi. Bunyodkor bilan. O'zi borganmisan o'yinlarga? Ha, borgan, Paxtakorga borganman. Al-Hilol o'yiniga borganman. Al-Hilol bilan Paxtakor. Bir o'yin olib yutgan Paxtakor. Bunyodkorga bormagansan. Trenerma borgan, o'shanda borganmiz hammamiz. Yutganmidi o'shanda Paxtakor? Bir o'yin olib yutgan, keyin Al-Hilol anu Neymar o'ynab ketgan jamoami? O'sha Neymar ketgandan keyin bu yoqqa kelgan O'zbekistonga Al-Hilol. Bu yilgi o'yinmi? Ha, bo'ldi. 1-0. Bo'ldi, esladim. Kim yoqadi Paxtakordagi o'yinchilardan? Menga Paxtakordan nima ismi? Zashitni bor, xolos. Himoyachi yoqadimi? Yaxshi-da, xolos. Taniqlimi himoyachisi? Kim ekan? Oldingi anonlardan Abbosiy Fazillayev yoqardi, hozir. Kim qolgan o'z Paxtakorda? Paxtakordan bor, lekin esim chiqarib qo'yganman, lekin hujumchilar bormi yaxshi? Ha, bor. Anov bor, ismi Qora. Nima edi ismi? Terma jamoada ham o'ynaydimi? O'sha Paxtakor o'yinchisidan hozir bitta qora futbolist bor, chet el davlatdan o'sha yaxshi o'ynaydi hozir. Ha, chet ellikmi u? Kommentariyada yozib olinglar, kimni e'tibor asizlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, shu o'yinchi. 94-raqamdami o'ynaydi. Ha, tushunarli. Demak, hujumchi yoqmaydimi? O'zing hujumchisan u. Hujumchilardan oldin Abbos yoqardi, hozir bilmadim. Yana 50-raqamdan bor edi. O'sha o'yinda urgandi-da hujumchi. Paxtakorda. O'sha lekin o'tgan yil Paxtakor chempion bo'lmadi O'zbekistonda, xabaringiz. Birinchi marta nasaf bo'ldi. Birinchi marta. O'sha Paxtakorning Al-Hilol o'yinida o'sha 50-raqam urganda, Mo'yluli o'sha futbolist 50-raqam hujumchi. O'zbekmidi u? Ha, yo'q, o'zbekmi, rusmi shunaqa edi. Legionermi? Ha.
demak birinchi kelajakda shu Paxtakor yo Bunyodkor mabodo keyinchalikka Realdan chiqib qolsa, taklif sразу o'sha yerga nima bo'lgan taqdir. Barsa yoki Realga o'tish aniq qilib qo'ysa, Realga o'taman. Boshqacha Angliya, Fransiya, Italiya, Germaniya komandalardan chiqib qolsa-chi. Husanovlarga o'sha Cityga, Romaga ketdi Shomurodov. Xudo xolasa yaxshi komandalardan taklifnoma kelib qolsa, o'tarding-a? ha. Faqat Real muxlis, yo boshqa yana bormi? Boshqa bor. Kim yana? Liverpool. Angliyadan Liverpool. Italiyadan yo'qmi? Germaniyadan. Liverpool bilan Real. Keyin Barsani ham o'yinini oldinlari ko'rib turardim. Hozir ko'rmayapsan. Barsadan ham qiziqadiganim bor. Bitta Yamal. Yamal, maktab o'quvchisi. Unga o'xshab maktabga futbolga. Yaxshi. Tak, undan futboldan tashqari nimalar bilan yana shug'ullanib turasan? Men boyagi aytganimdek, shu baraban chalish yaxshi ko'raman. Bo'sh vaqtda baraban chalyapsan. Baraban bormi? Yo'q, nima edi? Uydagilarim manaqaga o'xshaydigan olib bermoqchi o'sha musiqaga qiziqish ham bormi deyman? Musiqaga qiziqish. Hobbi, ha? Qaysi naqa deydi? Baraban deydi-a? Qanaqa qo'shiqlar eshitasan o'zi? Men nima edi ismi? O'zbekmi? Ha, o'zbek anchadan beri eshitmayman-da shular. Kim? Sobirovmi? Yo'q, nima edi ismi? O'zbek o'g'il bolami? O'zbek. O'g'il bolami? Kim? Muhammad Ziyo. Yo'q. Kim? Bolaligini aytganda. Nimani aytgan? Bolaligini. Shohruxmi? Reper? Yo'q. Eslayman o'sha damlarni. Eslayman o'sha damlarni? Anomi Bola, bog'cha, o'sha bog'cha. Bog'cha, o'sha bog'cha. Ha, o'shani aytgan. Eslayman o'sha damlarni. Umarovmi? Yorqinxo'ja? Yorqinxo'ja Umarovmi? O'shami? Yo'q, devorga ham ismini yozib qo'ygan-da o'sha. Ha, hozir. Qaysi ashna aytganda? Dunyoni aytgan, keyin bolalikka aytgan. Dunyo shunchalar qimmatmish, pulsiz zulmat. Mana ham otim esdan chiqdi odam. Boylik. Hozir o'shani eshityapsan hozirda? Oldin kim eshitarding? Oldin Hamdam Sobirov. Kinolar ham ko'rib turasan? Ha. Qanaqa janr kinolar? Men qaysi kinoni o'zi oxirgi marta ko'rding? oxirgi marta, qaysi kinoni ko'rdim? Oxirgi marta ko'rgan kinom bor. Nima edi? Muhtasham 100 yil. Serial-ku. Keyin o'zbek kinolardan anoni ko'rdim. Taqdirlar o'sha oxirgi marta ko'rganim. Novelladan ko'rar ekansan. Kinolarni uncha ko'rmaysanmi? O'zbek kinosi, jahon kinosi. Yo'q, turk kinolarini ko'rardim ko'p. Internetga qanaqa? Kirasanmi ijtimoiy tarmoqlarga? Nimani ko'rasan? Nimaga qiziqasan internetda? Internetda shu o'sha qiziquvchan keyin nima edi? Oldin do'chalar degan anolar bo'lardi. O'sha. Nima YouTube'dami, Instagramda? YouTube'da. TikTok. Sen ko'proq YouTube ko'rasan. Instagram, TikToklar uncha kirmaysan. Yo'q, faqat YouTube ko'rsam ko'raman. Ko'pincha qaysi kanallarni kuzatasan YouTube'da? Men ko'proq o'sha do'chalarnikini kuzatib turaman. Shunaqa kanal bormi do'chalarda? Nima edi? Kino zo'r tubida chiqardi oldin. Qiziquvchanda o'sha bolalar. U yerda nima videolar qo'yishadi, nima kontentlar? Kinoda. Kinolar qo'yadimi ko'proq? Anaqa Vine, prank, unaqa prikollar ko'rmaysanmi? Ko'raman, mitti-minikini ko'raman. Yoshlar o'shani ko'radi-yu. Sen unaqalarni uncha ko'rmaysanmi? Mitti-mini ko'raman. Ko'proq sport ko'rsang kerak-da, yo'qmi? Futbol ko'raman. Keyin zerikib qolsam, keyin anolar ko'raman. Omonxon Komilxaharov o'sha. Islom TV. Futboldachi Xayrullo Hamidov, Davron Fayziyev kimdir. Qanaqa futbol kanal?
Futbol kanalida? YouTube'da. Ha, YouTube'da. Qaysi kanal ko'proq kuzatasan? Ko'proq, lekin Farqi yo'q. Kimiki qiziq bo'lsa, o'shani o'sha. kontentini ko'raverasan xabarlar. Qaysi video qiziq bo'lsa, o'zimga yoqsa o'shani ko'rib o'tiraman. Anaqachi, o'zi umuman qaysi futbol jurnalisti yoqadi? Sharhlash. Menga hozir Kimikini maza qilib ko'rasan, o'sha zo'r gapiradi deysan. Sharhlayotganda. O'zi taniysanmi jurnalistlarni? ha, Qaysi biri ki zo'r sharhlash? sharhlash. Ani ismi nima edi? Yoshmi, kattalardanmi? Kattalarda. Kim bor? Umid Ro'ziyev bor. Hayilla Hamidov, Davron Fayziyev bor. Kim bor yana? Yana bittasi bor edi-yu. Anu bor. Imom Xo'jayev o'g'li bor edi. Biridan ketami ismi? Keyin anu bor. Diyor degan. Nima edi? Diyor Turdaliyev, Nasr Turdaliyev degani bor. Doston izlashmi nima edi? Yo'q, Doston degani ham bormidi? Esimda yo'q, balki bordir. Radioda ishlaydigan emasmi? Ovozi anaqa gapiradi. Yo'g'onroq. O'sha Kunuzda ishlaydigan jurnalist. o'sha O'shani sharhlash yoqadimi? ha. O'sha yaxshiroq qilib gapiradi. Oboradi, qiziqtiradi futbolni yana ham. O'sha O'zi ijtimoiy tarmoqda kamroq o'tirasan shekilli, kam foydalanasan shekilli. o'sha ko'proq ko'chada o'yin zerikib qo'ygan paytim salqinda chiqib o'ynayman. Keyin trenirovka uyga kelaman, uxlayman. Maktab, O'sha futbol, uy shunaqa bo'lib qolganda. Hozir To'g'ri, unumli foydalanasan ekan vaqtdan. Ba'zi yoshlar o'xshab faqat ertalabdan kechgacha telefonda o'tirmaysan. Shunaqa futbol yoqadi. Shunaqa bolalarga nima derding? Faqat ertalabdan kechgacha telefonda o'tirganlar bo'ladi, miyasi. Bir men endi aql o'rgatyaptiman-su, 1 soat, 2 soat ko'rsa ko'raversin-u, lekin ko'p telefon ko'rish ham zarar ko'zga o'sha. Dangasa ham bo'lib qoladi. Mazza qilib o'rtoqlari bilan O'sha narsadan qolib ketadi, hayotdan, hamma narsadan. Keyin miya nima edi? Rivojlanmay qoladi. Panyatga ham disk bo'lib qoladi. Keyin faqat telefon deb ko'zi o'sha ko'rib qolish. Shunaqa o'rtoqlaring ham bordir? Sinfdoshlaringmi shunaqa? Bor bitta o'sha qo'shnim ham o'rtog'im. Telefon ko'p o'tiradi, internetda chiqmay. Chaqiraman, chiqmay telefon ko'raman, televizor ko'raman. Maktabdan keladi, telefon gapiradi, maktabdan keladi. Miya shuna bo'lib qolgan. Hozir ochki taqib yuradi o'sha. Ana, ko'rdinglarmi, hurmatli kuzatuvchilar? Shunaqa bolalarni faqat telefonga o'rgatmasdan sportga ham beringlar. Bu narsa mashg'ulotlarga qiziqtiringlar. Yana nima demoqchi edim? Futbol, masalan, kino, musiqa, san'at. San'at ko'p narsaga qiziqar ekansan. O'zi hayotda nima ishlayapsing? Faqat oldinga intilish. Oldinga intilish. To'xtash kerak emas. Faqat oldinga intilish. Anaqa nima demoqchi? Qaysi shaharlarga borgansan? Futbol bo'yicha olib borganmi bu shaharlarga? Qaysi shaharga? Shu nima edi? Toshkent viloyati yo boshqa viloyatga ketganmisizlar? Yo'q, masjidlarda bo'lgan faqat. Toshkent viloyati. Endi chiqamiz, chet davlatga chiqamiz. Oldindan borishga, men endi yaqinda keldim-da o'sha Lochinga. Oldin boshqa jamoada bo'lgansan. Shu 5 oychami, 6 oycha bo'ldi. Bu jamoaga o'tganingami? O'sha ko'p Bunyodkorda o'ynaganman. U faqat ichki chempionatda o'ynarmidi Bunyodkor? Faqat Masjidlarda o'ynaydi. Lochin akademiyasi o'sha chet davlatga olib chiqadi har yili. Tezda moslashding bu komandaga? O'rtalarim ko'p hozir. Boshida chiqisha olmadim, keyin qilib yaxshi o'ynab ketganimdan keyin o'sha gollarni urib, o'sha o'zimni ko'rsatganimdan keyin hamma bolalar o'sha gapirib ishonch boshladi senga.
Hujumchimiding sirazi yo boshida Yo'q, himoya boshida qilishdi. o'sha o'tirardim zaminda. Zaxirada. Keyin bir kun tushirib ko'ray-dedi. Keyin tushgandan keyin bitta ikkita gol urdim o'shanda. U mashg'ulotdami yo asosiy o'yinmidi? O'yinda. Ha, haqiqiy o'yinda. O'shanda. Keyin hamma yaxshi birinchi kelgandan vashay zo'r dedi. Keyin sekin Moslashding komandaga. keyin osnovada tushishni boshladim. Bu yerda o'sha do'stlaring orttirding yoki eski do'stlaringdan bormidi? U yoqdan o'tgan. Eski jamoangdan. Bor. Bittasi ham emassan demak. Sinfdoshim ham o'rtog'im. Birga o'tdinglar shu jamoaga. Samir degan o'rtog'im o'sha zo'r o'ynaydi, u futbolni ham o'sha yaxshi o'ynaydi. Ham yaqin do'sting bo'lib qolgan. Ham Partnyor. sinfdoshim. Nechiga taktikada o'ynaysizlar? Taktika necha o'ynaysizlar? Tur 3 taktikasida. 3 ta hujumchimisizlar? O'rtada, sen chapda? Unda kimdir o'rtada yana. Himoya 4 ta ekanda. Kim yaxshi anaqa texnika o'yinchi bormi? Ko'p bizda yaxshi o'ynaydiganlar, g'alati o'ynaydiganlar yo'q. Texnikasi yaxshi, hammani aldab o'tib ketadi. Ya'ni tez yuguradigan o'yinchilar bormi? Jismonan kuchlilar ko'p. Qani olsamdan anaqa tuzamiz, terma jamoa tuzamiz, yaxshi ko'rgan futbolchilaringdan. Darvozabon kimni tanlaysan? Men Kim yaxshi ko'rasan? Eng dunyodagi yaxshi ko'rgan darvozaboning. Kurtva yaxshi hozir qolsa bilmadim hozir. Kurtovani tanlaysan? Yo'q hozir. Kim o'zi yoshligingda yoki hozirgacha yaxshi ko'rib turgan darvoza? Kurtvani tanlayman. To'xta, endi 10 qanotda, 10 himoyachi. Zashitnim. Himoya. Unda kim bor? Kimni qo'yamiz? Rams qo'yamiz, keyin tayanch 10 himoyachi yonida 10. yonida Pepeni qo'yamiz. Chap qanotga. Abduqodir Husanov. Chap tayanch himoyachi. Yo'q, chapga Van Dijk o'sha chap himoyaga Abduqodir Husanov, yoniga Van Dijk qo'yamiz. Bu yoqqa demak Ramos o'ngga chapga anaqa deding Van Dijk dedingmi? Mana bu yoq Chapda. 10 qanotda Ramos, keyin Pepe, Abduqodir Husanov, Van Dijk. O'zi qanaqa taktika qilamiz? 4-3-3 mi saniki? 4-3-3. Xo'pda 3 ta endi yarim himoyachi, 10 qanot yarim himoyachi. 10 qanot yarim himoyachiga Yamal qo'yamiz. O'rtaga. Pedrini qo'yamiz. Chapga. Chapga kim? Chap qanot yarim himoyachi. Hozir. Yaxshiroq qo'yamiz. Yo'q, o'rtaga Pepeni qo'yamiz. Nima edi? Zidanni qo'yamiz. Chapgachi. Chapga anani qo'yamiz. Himoyachi. Messini qo'yamiz. Oldiga endi hujumchilar. Hujumga o'rtaga Mbappe, 10 qanot hujumchisi. o'ngga Ronaldinho, chapga Ronaldo. Murabbiychi. Murabbiy kim qo'ysa bo'ladi? Kimni yaxshi ko'rasan? Kim yaxshi murabbiy? Saningcha. Men uchun Carlo Ancelotti edi hozir. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. Bu sani orzuyingdagi terma jamoasidan. Mana shu o'yinchilar o'ynasa, hamma yorib tashlashadi bularni. Zo'r o'ynashadi mana shu komanda bo'lsa. Ba'zilar lekin futboldan ketgan ularning ko'pi. Yo'q, o'sha oldingi o'yinchilar Hammasi birga o'ynasa yorardi deysan. Yaxshi. Eng yaxshi ko'rgan futbol o'yining bormi? Esingda qolib ketgan. Mana shu o'yin zo'r bo'lgan. Bor. Yaqinda bo'ldi u o'yin. Yaqinda bo'ldi. Qatar birliklar bilan O'zbekiston o'ynadi. Yutganmidik? 2-0 yutib ketganmiz. 2 ta qizil olgandik biza. 2 ta qizil olib turib, keyin baribir yutib ketganmiz. Ana o'smirlar aytibsan, yoshlar chempion bo'lganimiz. Baribir yutib ketganmiz o'sha. O'sha o'yin zo'r gollar urishgan o'sha. Esda qolib ketdi. Tarix yozildi. Klublar o'rtasidagi, jamoalar o'rtasidagi, komandalar o'rtasidagi. Esda qolib ketgan o'yin. Bilmadim men. Qaysi o'yinni yaxshi ko'rasan misol mana Real yoki deylik, mana yaxshi ko'rgan komandani bitta yaxshi ko'rgan o'yini zo'r bo'lgan qaysi o'yinni ayta olasan? Men uni aytolmayman. U mas'ul boshqa komandada. Kim qaysi o'yin ekan? Kimniki? Nima edi? Klublar o'rtasidagi?
Hozir qaysi komanda edi? Chempionlar Ligasimi yo milliy chempionatdagimi? Yo'q, Ichki chempionatimi? u ham yaqinda bo'lib o'tdi. Shimi yo? Barsa yutgan o'sha u ham yaxshi bo'ldi. Qaysi o'yin? Haqqoniy yutdi. Qaysi o'yin? Barsa Real. Qaysi? Ular turnament o'ynashdilar, qaysi o'yin? U oxirgi marta emas. Kubok finalimi? Finalda o'shanda 3-2 bo'ldimi? O'shami yo tur 3-2 finaldagi biz. 3-2 o'sha Himoyachi. Yutdi Real. Yutqizdi. O'shanda haqqoniy yutishdi, o'sha o'yin ham yoqqandi. Eng yaxshi ko'rgan goling. Mana hayotda ko'rgan gollaring ichida eng super bo'lgan mana shu gol. Qaysi gol aytasiz? Eng yoqqan gol bu Ronaldo urgan gol. Qayerda kimga? Uzoqdan turib hamma u emas. O'sha Ronaldo akrobatik urgan gol. Juventusgami? Ha. O'shanda 2017-yilmida, yo 18-mida Juventus ko'rgan. Juda ham zo'r gol urgan o'shanda. Eng yomon ko'rgan o'yining. Eng yomon ko'rgan o'yinim Dabdala yoqman, kayfiyating tushib ketgan o'sha o'yinda. Real bilan Barsa. Qaysi mana shu yaqinda bo'lganmi? To'g'ri comeback qilib ketgani. Ana yaqindagimi? 2 nol yutqizayotgan paytda Tur 3 yutqizgan. Tur 3 chiqib ketgan. Ha, yaqinda bo'lgan o'yin, oxirgi yil klassik. O'sha yoqmagan. Yutib ketayotgan paytda Eng g'alati gol, hovliga ko'rgansan, g'alati urgan. Ronaldo urgan. Qaysi o'yinga u? O'sha xullas bundoq boshi bilan bundoq qilgan, o'zi ham bilmasdan o'zidan o'zi urib qo'yganda. Kimga urgan unda? Nima edi? Qaysi komandaga urdi? Davlatga. Terma jamoadagimi? Davlatga. Shimoliy Koreyaga emasmi 2010-yil 7-0 tushganda? Unda kallasi kelib qolgan, bitta urib olgan ekan. Ha, g'alati gol o'zi kutmagan, kallasi ketib qolgan qopti. O'sha o'yinni ko'rganmisiz? Yosh bola bo'lgansiz, esingda qolgan. Yo, yozilgan zapis ko'rganmisiz Yo'q, o'sha? telefonda ko'rdim. Ha, o'sha zapis. Ha. Tak. Endi naqadan gollarni aytdik, naqadan eng faoliyatingga eng yomon futboldagi holatlarni qizil kartochka nohaqqoniy bergan qaysi o'yinda o'ylaysan? Jahling chiqargan. Jahlim chiqargan. Shu ham yaqinda bo'lgan. O'zbekiston terma jamoasida. Ha, o'sha finaldagimi? Ha. Ikkita qiz Haqqoniy bo'lgan. nohaqqoniy. O'zidan o'zi o'sha ishlama qilmagan, oyog'i просто tegib ketgan, yuziga qizil beravergan. Futboldagi eng kulguli holatchi qaysi? Prikol bo'lgan hayotda, kulguli narsa bo'lgan. Ko'rgansan, voy, kulgansan shu narsaga. Uyam o'shada qosh qoqib qo'ygan yotganda. Undoq qilib Varadar ismi edi o'sha. Ha, O'zbekiston. O'sha undoq qo'yganda, undoq qoshini qoqib qo'ygan. Hamma yoqqa keyin ijtimoiy tarmoqqa tarqab ketgan, hamma yoqqa. Trend bo'lib ketgan qosh qoqish. Anaqacha O'zbekiston futbolidagi eng yaxshi murabbiy kimni o'ylaysan? O'zbekistonda Hozirgi murabbiylar ichida aqlli. Timur Kapadze. O'zi O'zbekistonda yaxshi bo'lgan futbolchi? O'zbekistonda? Futbolda. Hozir O'zbekistonda bo'lib turibmi yoki? Yo'q, farqi yo'q. O'zbek yaxshi ko'rgan zo'ynavatish futbolchi deb olasan. Boya ham aytdim. Shomurodovmi? Ha, Shomurodov. Yosh bo'lib turib, u hozir yaxshi o'ynayapti. O'shanga havas qilasan, ha? Keyin hozirda yaxshi o'ynayapti Eldor Shomurodov. O'sha. Shomurodov o'ynayapti hozir. Hujumchilar ichida yaxshi. Romada yana moslashib oldi. Yana hozir zo'r o'ynayapti. bir omadsiz davr keldi, yana qaytarib, yana qaytib olishdi. Hozir endi Shomurodov yaxshi o'ynayapti. O'zini holatiga qaytib oldi. Roma Chempionlar Ligasiga qaytishi mumkin yana. Husanov nima bo'ldi? Husanov zaxirada bo'lib qoldi. Endi Husanov so'kdi deb o'yladi, o'zbek tilini bilmaganda o'sha nima ismi? Voy. Kim? City'dagimi? Ismi edi. Murabbiymi, o'yinchimi? Murabbiy. Guardiola. Guardiola o'sha so'kdi deb o'yladi Abduqodir Husanov, lekin sen zo'rsan deganda Guardiola, lekin sen ham zo'rsan deb o'zbek tilida aytganda, lekin so'kdi deb o'ylagan. Keyin bitta futbolchi aytgan, u so'kdi degan, keyin o'sha bu gap yoqmagan, keyin uni zaxirada o'tdi. Deb o'ylaysan, shunga zaxirada o'tibdi ekan. Hamma har xil gapiryapti-da. Tushunarli.
O'zbek oldingi futbolchilar ham tanishing kerak yo'q? Oldingi futbolchi. Temur Kapadze ham futbolchi bo'lgan. Odil Ahmedov. Oldingi. O'sha eng yaxshi futbolchi kim bo'lgan deb o'ysan oldin? Oldin O'zbek Odil futboldan. Ahmedov deb o'ylayman. Ozgina ko'rgan bo'lsang ham kerak o'yinlarini. Kapitan bo'lgan oxirgi marta o'sha edi. Alam qilgan o'yin bo'lganmi O'zbekiston yutqizgandir qaysidir o'yini? Qaysi o'yin? Qatarliklar bilan O'zbekiston terma jamoasi o'ynagan. Osiyo chempionatida alam chiqib ketuvdi. Biz chempion bo'lishimiz mumkin-da, ular bo'lib ketdiki. O'rtaga tepib qo'ygan. Penaltini yutqizdik-a. O'sha yomon bo'lgan-a. Hammani qilib yuborgan. Qatar chempion bo'lgan. Balki biz bo'lishimiz mumkin edi. Pulga sotilgan deb o'ylashdi o'shanda. Futbolda poraxo'rlar bor desam. Bor deb o'ylayman. Hakamga pora beradi deb o'ylayman. Biz ham o'zbek futbolga hozir nima yetishmayapti yaxshi o'ynab ketishga? Bizaga nima yetishmayapti? Shu nima desa bo'ladi? Pul yetishmayaptimi? Yo'q, bizda hozir sabr yetishmayapti. Yo'q, hozirda u yaxshi o'ynayotgan bolalar bor, o'sha puli yetmay qolishi mumkin. O'sha nimaga pul yetmay qolishi? Yo'q, pul yo'q bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi o'ynaydigan. Yo'q, balki teskarisidir pulga berilib ketib, nuqsonga o'xshaganlar. Balkim o'zidan ketib qolib naborot o'yinlari yomonlashib qolgan. Hozir yaxshi o'ynaydiganlar ham bor, ko'chada ko'pini ko'raman. O'shalar ham chiqishi mumkin edi, futbolchi bo'lib ketishi mumkin edi. Puli bo'lmagan o'shalarni o'sha futbolga boraman deb puli bo'lmagan o'sha shuning uchun pul berish kerak bo'ladi-yu, futbolchi bo'lib ketish uchun ham O'zbekistonda. Shunaqami? Pul berish kerak bo'ladi. O'sha anaqa kamlik qiladimi uni futbolchini yaxshi o'ynash kamol. Chet elda hamma narsa tekin. Cristiano Ronaldoga bir so'm puli bo'lmagan-ku. Messini ham o'sha yaxshi. Oddiy anaqadan chiqib kelgan, o'zini kuchi bilan. Akademiyada. Ronaldo ham oddiy odam bo'lgan, o'sha ko'cha supuruvchi, keyin o'sha chet eldan unaqa ketgan. Mana inshaalloh chet eldan o'sha chet eldan futbolchi bo'lib ketishga harakat qilaman. Bu yoqda O'zbekistonda futbolchi bo'lish 30% 40 o'shalar. Qiyin, u yoqqa ketish kerak akademiyasiga. Real akademiyasiga ketasan. Yo'q, o'sha inshaalloh Turkiyada o'sha chet el davlatda aniq qilish niyatim bor. Turkiyada akademiya bilmasam. To'g'ri, yaxshi niyat yarim mol. Xo'p, endi sekin qisqaroq qilaylik, balki birinchi intervyu keyin qolgan gaplarni keyin safar davom ettiramiz. Endi muxlislarga o'zingni tilaklaring va o'zingni so'zlaring. Meni tilaklarim sizlarga oldinga intilinglar, faqat nima edi, ishga berilib ketmanglar, bolalaringizga ham qaranglar. Telefonda nima o'ynayapti, nima qilyapti. Ko'p telefon ham o'ynash zarar, shuning uchun telefonni ham tavsiya qilmayman. Ko'proq kitob ham o'qinglar, o'rtalaringlar bilan ham o'ynanglar. Ko'p telefonga berilib ketmanglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Kommentariyada ham o'z fikr mulohazanglarni yozib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar. Mayli, sog' bo'linglar. Xo'p, xayr.